Dembele. Hozir xato bo'lishi mumkin. Doriyev to'pni qabul qildi. Zarba yo'lladi. Ancha xavfli. Doriyevdek imkoniyat sabab shogirdlarning harakatidan terma jamoa himoyachisi Jahongir O'rozov. Hozir xato. Doriyev jarima maydoniga kirdi. Raqibni aldashga intilyapti. 2-1 holat. Kontakt bor. Hakam penalti bermadi. Balkim VAR ko'rib chiqar. Sarfodan oldingi chiziqqa pas. Anvarjon Hojimirzayev yiqiladi. Anvarjon to'pni saqlab qolmoqda. Zarba yo'lladi. Ko'ramiz, mana Sarfo to'pni yetkazib bergan holat. Anvarjon Hojimirzayev darvozabonning yo'lini to'sdi, to'pni saqlab qoldi. Keyin esa Sarfo Absalomov hujum davom etadi. Sanjar Qodirqulovdan zarba. Dembele, Mavridic. Gol yo'q. Yaxshi imkoniyat. Zarba kerak. Zarba! Ammo to'p to'rga tashqi tomondan tegayapti. Ali Javohir Qahramonov olib qo'ydi, jarima maydoniga kirdi. Omonov va Abdurahmonov hujum. Uning o'rniga tushyapti Firdavs Abdurahmonov. Qizil 22 bo'lish kerak edi raqamlar. O'rozovdan noaniq pas, o'z xatosini to'g'riladi markaziy himoyachi Jaloliddin Jumaboyev. Hudud bor, o'zi zarba yo'lladi. Ancha xavfli. Darvozabon ikkinchi harakatda to'pni ushlab olyapti. Himoyachilar alohida sergak turishibdi. Doriyev pas, yana yuqoridan imkoniyat bor, zarba va gol! Islom Qobilov o'yinda hisobni ochib bermoqda. Standart Baqoyev jamoasiga samara keltirayapti. Himoyachi Qobilov muhim golni urdi. Hech narsa hal bo'lgani yo'q. Golni esa takroran ko'ramiz. Doriyevdan assist. Doriyev to'pni yetkazib bermoqda. Jarima maydoniga Qobilov o'z vaqtida to'pning yo'nalishini bir oz o'zgartirdi. Edem Nemanov esa mana e'tibor qarating, to'pni qaytara olmadi. Oyog'i oldidan to'p o'tib ketdi. Nemanov ulgurmadi vaziyatda reaksiya ko'rsatishga. Himoyachilar ham albatta imkoniyat berib qo'yishdi. Qoldi. Pas jarima maydoniga ikkinchi qavatda kurash imkoniyat bor. Zarba yo'llandi. Oybekdan pas jarima maydoniga himoyachilar qaytarishdi. Ikkinchi zarba. Ancha xavfli. Qanday zarba? Aniq edi. Yordam kerak. Mulich o'zi zarba yo'lladi. Edem Nemanov tayyor. Burchakdan to'pni o'yinga kiritishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Jahongir Abdusalomov ham maydonda tark etdi. Xislat Halilov tushyapti. Azizbek. Chapga Sanjar Qodirqulov. Sanjarda hudud bor. Sanjar to'pni o'ziga to'g'rilab oldi. Jarima maydoniga kiryapti. Xislat Halilov. Xislat zarba. Himoyachiga to'p tegib qaytdi. Omonov yana bir zarba. Imkoniyat bor. Ketma-ket zarbalar va uchrashuvda hisob tenglashmoqda. Anvarjon Hojimirzayev juda murakkab vaziyatda hozir hisobni tenglashtirib Dinamoni o'yinga qaytaryapti. Ular almashib davom ettirilgani foyda berdi nazarimda. Jo'raboyev uzoqlashtira olmagan ekan. Mana e'tibor qarating, birinchi zarba. Ikkinchisi. Anvarjon Hojimirzayev qutqaruvchi rolida. Kerakli nuqtada paydo bo'ldi. Anvar, Dembele, Jumaboyev, Omonov, Azizbek markazdan Ramane darhol jarima maydoniga to'pni uzatyapti. Ancha xavfli. Xislat Halilov davom etadi. Pas, zarba, gol! 2-1.
Firdavs Abdurahmonov bu gal o'zini ko'rsatdi. Jamoaviy hujumlar Dinamoda birinchidan samara keltiryapti. Firdavs Abdurahmonov buyog'iga hissiyotlar yuqori darajaga chiqmoqda. Comeback Dinamo jamoasidan super comeback. Alloh bergan Karimov tushdi 17-maqom ostida. Golli hujumni takroran ko'ramiz. Qarang, mana bu holatda to'p to'singa tegib qaytdi. Islat Xaylilovning maydonga tushishi ham Dinamo o'yinini kuchaytirib berdi. Yakun albatta yana bir zaxiradan o'yinga qo'shilgan Firdavs Abdurahmonovga tegishli bo'layapti. To'p to'sin orqali ichkariga kirdi. Ko'proq himoyachilarning xatosi Jizzax jamoasida. Amalda hozircha Dinamo o'zi uchun kerakli natijani qayd etdi. Ajoyib comebackni amalga oshirdi.